Har bir narsaga g'azablanib ketish holati bo'lsa, o'zingizda yomon xolesterin miqdori oshayotgan bo'lsa, organizmingiz juda ham omegaga zor bo'ladi. Xotirani pasayishi, diqqatni jamlay olmasligi, ko'p shamollasa, kimda milklari ko'p qonasa. Assalomu alaykum. Men doktor Dilobar, vrach endokrinolog, 15 yillik tajribaga ega. Har doim mani kuzatadiganlar, o'zingiz nima dorilar ichasiz, o'zingiz qanaqa batli vitaminlar ichasiz deb so'rashadi. Keling, mana shu videoda mana shu sekretlarni ochamiz va sizlarga batafsil har kuni o'zim ichadigan vitaminlar, qo'shimchalar haqida va nima uchun ichishim haqida aytib beraman. Lekin bu qaysidir joylari hammaga to'g'ri kelishi mumkin, qaysidir joylari hammaga to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin hamma uchun qiziq bo'ladi va foydali bo'ladi degan umiddaman. Men o'zim shaxsan birinchi bo'lib, hozir bu yerga yozib qo'ydim, nimalarni ichishimni birinchi bo'lib doimo ichadigan va meni hayotimda eng katta vazifani bajaradigan qo'shimcham, mineralim bu magniy hisoblanadi. Ya'ni men kechqurun magniy ichmasdan uxlamayman. Bu yerda magniy yo'q, chunki bu yonimda olib yuradiganim. Ya'ni kechqurun yotishdan oldin yoki esimga tushganda ovqatlanishdan keyin aynan yotishga to'g'ri keladigan payt bu magniy ichaman. Ya'ni magniyni har xil formalarini ichishim mumkin. Ayrim paytlar taurat bo'lishi mumkin, glitsinat bo'lishi mumkin, malat ichgan paytlarim bo'lgan yoki qo'shimcha har bittasida o'zida saqlagan ultra mag ichishim mumkin, lekin eng menga yordam beradigan va doimiy ravishda effektini sezadigan magniy bu magniy taurat hisoblanadi. Hatto davleniyam past bo'lganiga nisbatan bu qon bosimini pasaytiradigan formasi hisoblanadi. Menga bu magniy unchalik ham to'g'ri kelmasligi kerak organizmga, sababi aynan bu magniy mushaklarni yaxshilagani bilan qon bosimini tushirishi mumkin, lekin menga effekti yoqadi. Qanaqa effekti? Ya'ni magniy ichgan kunim men kun bo'yi olgan stresslarimni, kun bo'yi ishlagan charchog'imdagi stresslarni unutgan holatda maza qilib uxlayman. Ya'ni uyquni chuqurroq qiladi, tiniqroq qiladi va ertalab juda ham yaxshi, bodri uyg'onishimga sabab bo'ladi. Va bu narsa nafaqat menda, juda ham ko'p patsientlarimda bo'ladi. Sababi nima? Magniyni hamma o'ylaydiki, faqatgina uspokoyительный, uyquni yaxshi keltiradigan. Yo'q, magniy 300 dan ortiq reaksiyalarda kerak bo'ladigan modda hisoblanadi va hozirgi zamonda magniy yetishmovchiligi praktически hammada bor. Ko'pincha magniyni qonda tekshirish kerak deb aytishadi. Shaxsan men qonda tekshirmayman. Men magniy yetishmovchiligini shikoyatlarga qarab berishni yaxshi ko'raman. Ya'ni keling, hozir o'zida sizda magniy yetishmovchiligini aniqlaymiz. Agar hozir siz mana shu tovushga yoki tovushlarga reaksiya bersangiz va bu tovushlar sizni asabiylashtirsa, uyqungiz tiniq bo'lmasa, hayz oldi og'riqlar bo'lsa, har bir narsaga g'azablanib ketish holati bo'lsa, sizda shundoq ham magniy yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun magniyni profilaktik dozasi 400 milligram ko'rinishda kattalar uchun, 200 milligram ko'rinishda 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun berish mumkin analizlarsiz. Ya'ni har doim eslatib, profilaktik doza 400 milligramni tashkil qiladi. Ya'ni bu agar oddiy magniy B6 forte ichadigan bo'lsangiz, 4 ta tabletka kuniga. Boshqa magniylar ichadigan bo'lsangiz, har doim orqasiga qarashingiz kerak, 400 milligram kamida ichishingiz kerak. Asabiy holatlar bo'lganda, qon bosimi tushmaganda, taxikardiya bo'lganda, qisqa vaqtga magniyni 600 milligramdan 1200 milligramgacha ham ko'tarish mumkin. Bu dozalarni kamdan kam odam ichadi. Men ham kamdan kam ichaman. Asosan 400 milligram yetarli hisoblanadi. Magniy peridoz bo'layotganini nimadan bilishimiz mumkin? Magniy peridoz bo'layotganini bu ichingiz ketib qolayotganidan bilishingiz mumkin. Magniy yana bir xususiyati
Bu ichishni surish xususiyati ham bor. Shuning uchun men magniy sitrat formasini icha olmayman. Sababi menda o'zi shundoq ham ichib kelish holati yaxshi bo'lganligi sababli magniyni bu formasi shaxsan menga to'g'ri kelmaydi. Lekin ichi qotadigan insonlarga aynan shu formasini tavsiya qilgan bo'lardim. Juda ham yaxshi effektga ega. Va kerakli dozada ichganingizda, agar kechki paytgi sitrat formasini ichganingizda ertalabga yaxshi hojatga chiqish sizni kutib turibdi desam ham bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana shu ikkinchi agar qo'shimchaga o'tadigan bo'lsak, bu meni eng sevimli meni ko'pgina kasalliklardan xalos qilgan, immunitetimni ko'targan va hozirgi kunda faqat shu dori ichish orqali ko'pgina muammolarimni hal qila oladigan qo'shimcham bu albatta vitamin D. Ya'ni vitamin D yetishmasligi hozirgi kunda judayam ko'pchilikda bor. Avvallari faqat vitamin Dni rahit holatlarida berilgan bo'lsa, hozirgi kunda vitamin D, bu haqda ko'p gapirganman. Vitamin D bu immunitetni asrash, immunitetni ko'tarish, autoimmun kasalliklarni remissiyaga olib kelish va shuningdek saraton, ya'ni rakka qarshi vitaminligi isbotlanmoqda va isbotlanib kelmoqda. Shuning uchun vitamin D bu meni eng sevimli, eng foyda beruvchi qo'shimchalarimdan biri va buni ichishdan oldin albatta qonda miqdorini ko'rishimiz kerak. Ko'rishinglarni maslahat beraman. Agar hali vitamin D umuman ichmagan bo'lsanglar, qanchalik kamligini ko'rishinglar kerak va miqdorini qonda 50 dan 70 gacha atrofida olib yurishni maslahat beraman. Bu hammada har xil dozani tashkil qilishi mumkin. Eng minimal doza 5000 dan 10000 gacha bo'lishi mumkin. Hattoki hozirgi kunda 10000 doza ham katta dozalar qatoriga kirmaydi. Agar magniy kechirasiz, agar vitamin D sizda peridozligini bilmoqchi bo'lsangiz, bo'lmayotgani parad gormonga qarashimiz kerak. Parad gormon qanchalik baland bo'lsa, vitamin D yetishmovchiligi shunchalik sizda yorqin ekanligini ko'rishimiz mumkin. Qanchalik parad gormon past bo'lsa, demak ichayotgan dozangizni pasaytirish vaqti kelganligidan dalolat beradi. Shuning uchun qo'rqmaymiz vitamin D ichishdan. Tim bo'lib vitamin Dni biz tavsiya qiladigan yoki siz ichadigan ko'rinishlari bu aktiv bo'lmagan vitamin D hisoblanadi. Ya'ni u aktiv bo'lish uchun jigarga kelishi kerak, jigardan buyrakka o'tishi kerak, juda ko'p qadamlarni bosish kerak. U aktiv formasigacha borguncha jigar sog'lom bo'lishi kerak, buyraklar sog'lom bo'lishi kerak. Shuning uchun vitamin D barchaga kerak deb hisoblayman. Profilaktik agar yo'q, mani hozir ilojim yo'q, agar hali tekshirmaganman deydigan bo'lsangiz, bolalarga 2000 dozada, kattalarga esa 5000 dozada tavsiya qilgan bo'lardim. Lekin tekshirish muhim ahamiyatga ega. Chunki bu doza umuman ta'sir qilmasligi ham mumkin. Uchinchi, har doim ichadigan, doimiy yonimda olib yuradigan qo'shimchalarimdan biri bu omega 3 polinenasishniy, ya'ni polito'yinmagan yog' kislotalari, boshqacha qilib aytganda baliq yog'i deyiladi, lekin bu unchalik da baliq yog'i emas. Baliq yog'ida yana qo'shimchalar ham bo'ladi. Bu omega 3 va omega 3 ham bizani organizmimizga essensial vitaminlardan biri hisoblanadi. Ya'ni essensial deganimiz bu bizani organizmimiz o'zi ishlab chiqazmaydi. Faqatgina tashqaridan berishimiz kerak. Ya'ni faqatgina baliq yeganimizda, faqatgina omega 3 ichganimizdagina biz omega 3 ga to'yina olamiz. Lekin afsuslar bo'lsinki, O'zbekiston sharoiti dengizdan, okeandan uzoq bo'lganligi uchun hammani ham xonadonida masalan kerakli miqdorda baliq mahsulotlari yeyilmaydi. Yeyilganda ham ular baliq, okean, dengiz kabi sifatga ega emas baliqlar bo'ladi. Shuning uchun doimiy ravishda aytaman, omega 3 qo'shimcha ravishda ichishimiz shart. Bu sizni birinchi navbatda har bir hujayrangizni o'rab turgan hujayra devorini mustahkamlashga yordam beradi. Ya'ni har bir hujayra, bu soch hujayrasi bo'lsin, yog' hujayrasi bo'lsin, teri bo'lsin, boshqa bo'lsin, hujayra devori, ya'ni
membrana deymiz. Mana shu membranani mustahkamlab turadigan narsa bu fosfolipidlar. Fosfolipidlarni asosiy qismini omega 3 tashkil qiladi. Omega 3 ichgan saringiz siz mana shu hujayralarni devorni mustahkamlashga hissa qo'shgan bo'lasiz va bu keyinchalik bizni ko'pgina kasalliklardan eng achinarli tarafi omega 3 yetishmasligini hech qaysi klinik simptomlarga qarab bilib bo'lmaydi. Lekin omega 3 indeksi deb nomlangan analiz topshirishingiz mumkin. Lekin biz O'zbekistonda praktически hech kim bu narsani tekshirmaydi. Biz nimaga e'tibor qaratamiz? Biz qaratamiz faqatgina xolesterin miqdoriga va triglitseridlar miqdoriga. Agar sizda qovus ichida yomon xolesterin miqdori oshayotgan bo'lsa, organizmingiz juda ham omegaga zor bo'ladi. No, bitta momentni aytib o'taman. Omega ichdingiz srazi xolesterinni tushirmaydi. Bu uzoq vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Agar siz mani gapimga ishongan holatda qon tomirlar holatini yaxshilamoqchi, organizmingizdagi yaxshi yog'lar miqdorini ko'paytirmoqchi va ozmoqchi bo'lsangiz, undan tashqari miya ham omegaga zor, ya'ni xotira pasayishi, miyadagi har xil o'zgarishlar ham bu omega 3 yetishmasligini belgilaridan biri bo'lishi mumkin. Albatta omega ichib yurishingiz kerak va eng qizig'i omegani hamma noto'g'ri ichadi. Bilasizmi nimaga? Kam ichadi. Miqdorini to'g'ri ichmaydi. Ya'ni bitta omega ichdim bo'ldi degan narsa bu noto'g'ri. Chunki bitta omegangizda, bir dona omegangizda yetarlicha miqdor bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun nima maslahat bergan bo'lardim? Omegani sifatligini olish kerak, qimmatini olish kerak, tarkibiga e'tibor qaratish kerak. Bitta kapsulada ko'rsatmasam, уже ichib bo'ldim. Hozirgina ichdim. Bitta kapsulada yog' kislotalari EPA, DH ikkalasi qo'shilganda 500 mg dan ko'p bo'lishi kerak va shunaqa kapsulalarni siz kamida 4 tasini kuniga ichishingiz kerak. Bu profilaktikani aytyapman. Shuning uchun agar siz kattaroq doza olmoqchisiz, lekin kamroq miqdorda ichmoqchi bo'lsangiz, suyug'ini oling. Suyug'ini как раз ertalab 1 choy qoshiqda siz sizga yetarli miqdorda omegani olishingiz mumkin. Va ko'pchilik savol beradi, omegani yozda ichish kerak emas deyishadi yoki omegani vaqtinchalik ichish kerak, keyin ichmaslik kerak deyishadi. Bu noto'g'ri fikr. Afsuslar bo'lsinki, yuqorida aytgan essensial bo'lgani uchun, ya'ni bizning organizmimizda hech narsaga bog'liq holatda o'zidan o'zi sintezlanmaganligi uchun omega faqat ichayotganimizdagina o'zini effektini ko'rsatadi va uzoq vaqt ichgandagina. Ya'ni men har doim aytaman, buni men o'zim boshlaganman, ota-onangiz uchun har doim yaxshi omegani sovg'a qilishingiz kerak. Men o'zim 2018-yildan beri ko'p aytganman, ko'p berganman, sotib olib berganman ota-onamga omega ichishligini har doim nazorat qilib turaman. Ular 2 mahal ichmasligi mumkin, lekin aniq bilaman, ertalab nonushtadan oldin yoki nonushtadan keyin odamlar omega ichadilar. Onamlarga ham tavsiya qilaman. Omega doimo ichish kerak. Faqatgina omegani kimlar ehtiyotkorlik bilan ichish kerak? Toshi borlar, o't qopida toshi borlar, chunki omega o't qopida toshi borlarda pristup berishi mumkin. Har doim emas, lekin berishi mumkin va qoni suyuq odamlar, ya'ni trombositlar miqdori kam, bunaqa insonlar juda kam, redkis bo'ladi. Qoni suyuq odamlar, ko'p burni qonaydigan, qanaqadir qon kasalliklari bo'lgan insonlarga omegani ehtiyotkorlik bilan berishimiz kerak yoki bermasligimiz kerak, chunki omeganing yana bitta effekti, qonni suyultirish effekti bor. Shuning uchun qon agar quyuq deb o'ylayotgan, davleniyasi chiqadiganlarga esa omega doimo ichib yurishligi kerak. Blogerlarda juda ko'p ko'raman, reklama qilishadi, bunaqa marmelad sifat omegalar. To'g'risini aytaman, menga uncha u omegalar yoqmaydi. Qaysi ma'noda yoqmaydi? Agar uni dozirovkasiga qaraydigan bo'lsak, juda ham kerak emas, kam miqdorda omega bo'lishi mumkin. Undan tashqari, u jele holatga keltirguncha qo'shimchalar, bu shakar qo'shilgan bo'lishi mumkin, rang qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz foydadan ko'ra zarar olishimiz mumkin. Shuning uchun men yosh bolalarga har doim lutshi
qoshiqlab omega berishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni suyuq omega. Bunda siz foyda olasiz. Ya'ni yog'dan boshqa foyda olmaysiz. Omega yog'idan boshqa foyda olmaysiz. Jele ko'rinishdagilar ham tarkibi jihatdan past omegasi va qo'shimchalari bo'lganligi uchun organizmga hattoki zarar, ya'ni allergik reaksiyalarni kuchaytirishi ham mumkin. Ko'pchilik aytadi, omegadan men allergiya bo'lib qolaman deyishadi. Bu noto'g'ri fikr, chunki omegani yog'i hech qanaqa allergiya bermaydi. Omegani ustidagi jelatin, ya'ni allergiya berishi mumkin. Shuning uchun allergiya beradigan, допустим, odamlarga biz suyuq omegalarni tavsiya qilamiz. Va 4-chi men doimiy ichib yurishga harakat qiladigan va endokrinologlarning sevimli qo'shimchasi bu yod deb hisoblayman. Yod bizning respublikamiz uchun hali ham defitsitdagi, har bir insondagi defitsitdagi qo'shimcha hisoblanadi. Har bir ayol fertil yoshidagi bo'lsin, yoshi kattaroq bo'lsin, kamida 150-300 mikrogramm yodni iste'mol qilishi shart. Yaxshi ham hozir tuzlarimiz yodlangan, qaysidir miqdorda kiradi. Shuning uchun oldingiga nisbatan hozirgi kunda hatto qishloq joylarda ham, boshqa joylarda ham katta buqalarni biz ko'rmaymiz. Ya'ni qaysidir ma'noda juda ham chuqur yod defitsitdan chiqqanmiz, lekin men aytaman, qanaqa holatlarda bizda yod yetishmayotganligini bilishimiz mumkin. Bu fibroz, kistoz, mastopatiyalar, ko'krak bilan bog'liq muammolar, tugunli buqoqlar, har xil kistalarni bo'lishi, xotirani pasayishi, diqqatni jamlay olmaslik, ya'ni bularni barchasi bizda yod yetishmasligi holatlari borligidan dalolat berishi mumkin. Afsuslar bo'lsinki, aynan yod yetishmovchiligini biladigan analiz yo'q, unaqa skrin yo'q. Buni o'zi yoduriyada, ya'ni yodni sutkalik siydukda yodni chiqish miqdoriga qarab bilish mumkin, lekin uni laboratoriya holatlarida aniqlay olmaymiz. Faqatgina biz endokrinologlar klinik belgilarga qarab, qalqonsimon bezda tugun bor yo'qligiga qarab va TTG to'r miqdoriga qarab nisbiy aniqlashimiz mumkin yod yetishmasligini. Va eng ko'p yodga zor qatlamlar bu o'smir yoshdagi ham o'g'il bolalar, ham qiz bolalar va homiladorlar. Albatta bu narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu degani faqat o'smir yoshida va homilador paytida yod ichish kerak degani emas. Bu doimo siz O'zbekistonda yashayapsizmi, O'zbekistonda nafas olyapsizmi, O'zbekistonda suv ichyapsizmi, sizda yod yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun yodni esdan chiqarmasligimiz kerak. Kaliy yodid ko'rinishida u tomchilik holatida bo'lsin, tabletka holatida bo'lsin, farqi yo'q. Kunlik miqdor bolalarda 150 mikrogramma, ayollarda esa profilaktik 250-500 mikrogramma tashkil qiladi. Shuning uchun bemalol yodni qo'rqmasdan ichishimiz mumkin. Ayrim kasalliklar, bu tireotoksikoz, autoimmunni aktiv fazasi va ma'lum bir kasalliklarda esa yodni ehtiyotkorlik bilan beramiz. Lekin profilaktik ko'rinishdagi yodni ichish kerak deb hisoblayman. Va keyingisi 5-chi qo'shimcha ichadigani, bu ko'rsatishim mumkin. Bu endi meni shaxsiy ichib yuradigan qo'shimcham bu vitamin C. Nima uchun vitamin C ni har kuni ichishga harakat qilaman? Vitamin C ichishim shart. Bu bizni buyraklar usti bezini oziqlantiruvchi, nadpochniklarni oziqlantiruvchi eng kerakli qo'shimcha hisoblanadi va vitamin C xuddi B guruh vitaminlarga o'xshab har kuni bizga nima deydi, har kuni yetishmovchiligi bo'ladi, har kuni organizm uchun kerak bo'ladi. Kim ko'p shamollasa, kimda milklari ko'p qonasa, kimda ko'karishlar bo'lsa tanasida va kimda
aynan holsizlik bo'lsa va surunkali buyraklar usti bezi yetishmovchiligi belgilari bo'lsa, bu ertalab turganda energiya kamligi, kechasi uyg'onib ketish kabi holatlar bo'lsa, demak siz buyraklar usti bezini oziqlantirishingiz vaqti kelgan, ya'ni vitamin C yetishmaslik belgilari bor. Afsuslar bo'lsinki, buni bizayam laborator ko'rinishda ko'ra olmaymiz, lekin klinik belgilarga qarab turib aytishimiz mumkin. Vitamin Cni 500 dan 1000 milligrammgacha tavsiya qilinadi. Faqat ehtiyot bo'lamiz, juda ko'p katta dozalarni ichish buyrakda tosh yig'ish xususiyatini kuchaytirishi mumkin. Bolalarda esa profilaktik dozirovka 250 milligramm tashkil qiladi. Xo'sh, mana sizlar man har kuni qanaqa BAD va vitaminlar ichishimni bilib oldinglar. Sizlarchi, sizlar qanaqa BAD va vitaminlarni ichasizlar? Qachondan beri ichasizlar? Qanaqa foyda olgansizlar? Kommentariyada sizlarni kutib qolaman. Va aynan yana qaysi vitamin va minerallar haqida gapirishimni xohlardinglar? Shularni yozib qoldirsanglar, albatta sizlarni fikr mulohazalaringizga qarab yana yangi videolar olishga va yangi maslahatlar berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.